Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Hacker saytida ko'rishganimdan men xursandman. Demak, poyga o'yin dasturimizni davom ettiramiz. Xo'sh, biz qayerga kelib qolgandik? Keling, ishga tushirib yuboramiz dasturni. Streka yuqoriga bossak tezlik oshayapti. Mashina u yoqdan bu yoqqa yuryapti. Tormoz ham ishlayapti. Demak, endi nima qilish kerak? Endi protivnik, ya'ni raqib mashinalarni ekranga chiqarishimiz kerak. Buning uchun bizga ham bitta mashina kerak bo'ladi. Uni internetdan qidirib topib olishingiz mumkin. Men mana topib oldim mashina. Photoshopda kiritib oldim. Ko'rib turganingizdek, kabriolet. Balkim sizga bundan yaxshiroq mashina topish imkoni bo'lar. Va bu mashinani men 3 xil razmerda qildim. Kichikroq, kichik, o'rtacha va katta. Asl original razmeri. Buni nima uchun qilganimni hozir aytib o'taman. Demak, proyektimizga qaytamiz va bizga yana bitta metod funksiya kerak bo'ladi. Bu protivnik mashinasini ekranga chiqarib beradigan funksiya bo'ladi. Public region tipida bo'ladi. Mashina funksiya nomini prot keling car deb qo'yamiz. Car va bizga parametrlar kerak bo'ladi. Hozir demak graphics g image deb qo'yamiz va koordinatalar y. Xo'sh, bitta point qo'ysak, x ga koordinatamizni beramiz. G draw image image web point. Xo'sh, endi esa rectangle x y picture box hozir hozircha bir deb turamiz, mayli. Bizni sabomasa esirlar chiqibdi. Bu rasmlarni yuklab olishimiz kerak. Picture box tushga endi. Hozir shu ish bilan shug'ullanamiz. Demak, original rasm o'rtacha
Kichik. Visible svojstvosiga kirib flash qilib qo'yamiz ko'rinmasligi uchun. Visible. Xo'sh, kodimizga qaytamiz va picture box birini 3 ga o'zgartirib qo'yamiz. Endi esa bizga region kerak bo'ladi. Bu nima kerak bo'ladi endi sal keyinroq aytaman. Region deb qo'yamiz. Region va bu regionimizga rectangle beramiz. Endi esa return shu regionni bizga qaytarib bersin. Xo'sh, funksiyamiz tayyor. Endi biz uni ekranga chiqarishimiz uchun mana bu orta funksiyamizdan asosiy mashinadan keyin foydalana olamiz. Undan oldin bizga bitta o'zgaruvchi kerak bo'ladi region. Region deb nomladim. Ve tarafından keyin region beraber kar funksiyasi esingizda bo'lsa region tipida edi. Image esa hozir mana bu yerda hozir yana bitta bitmap kerak bo'ladi bizga. Qo'yamiz 3 deymiz. Bunga biz picture box shuni rasmini qo'yamiz. Va image deb qo'yamiz. Teng bo'lsin, qo'yib qo'yish kerak. Endi va bizga endi koordinata kerak bo'ladi. Hozir koordinatani mana bu yerda beramiz. Keling, protein y nolga teng emas va protein y taxminan 70 taga teng deb olamiz. Va qx chirasiz qx demak ekranga chiqarishimiz tayyor bo'ldi. Keling, nima hosil bo'lganini ko'ramiz. Xato bormi yoki yo'q. Ko'rib turganingizdek protein mashinamiz ekranga chiqdi va u fazala turibdi hozir. Bu bizga yaramaydi. Keling, uni mana shu yerga tushirib yuradigan qilsak, buning uchun qismi 200 deymiz. Ko'ramiz. Bo'lib mayli. Emas, 60 deymiz. Ko'ramiz. 50 ham bo'ladi shekilli.
Va endi yuradigan qilish uchun buning uchun bizga tezlik kerak bo'ladi. Bu tezlik deb qo'yamiz. Unga 1 deb qo'yamiz. Protivnikning tezligi va timerimiz qayerda bizning? Timerga kelib bu tezlik deymiz. Ko'rakchi ishlatib, demak biz mashinasida sekin yuryapti. Urilib ham ketdi. Demak kodni davom ettiramiz. Endi tekshirish qilishimiz kerak. Agar bu kichik yoki teng bo'lsa 50 dan bu 50 ga teng bo'lib tura qolsin va bu yigimiz katta teng bo'lsa Gearbox 1ni uzunligidan unda bu yigimiz tura qolsin. Gearbox 1 Şimdi tekshirib ko'ramiz. Demak, mashinamiz yuryapti. Biz mashinani chekka qo'yamiz. Yo'q, mana bu yerda biz yana uni 50 ga tenglaymiz. Bu degani ekrandan pastga tushib ketganda yana u 50 dan paydo bo'lishi uchun qilinyapti. Buni chekka qo'yamiz. Xo'sh, mana ishlayapti. Keyingi vazifa bu tezligimizni kopirib qilib olamiz va bizga yuqoriga qayerda edi? Xo'sh. Demak, yuqoriga bosilganda tezlik oshib borsin. Ya'ni gaz oshgan paytda uni tezda quvib olish kerak. Va tekshirish qilamiz. Bu tezlik katta bo'lib ketmasligi kerak. Bizni o'zimizning mashina tezlikdan, ya'ni 15 dan deymiz. Bizning mashina tezligi 18 esingizda bo'lsa, 15 bo'lib qolsin. Va aksincha tormoz bosilganda u qarama-qarshi, ya'ni ketib qolishi kerak mashina. Keyin sinab ko'ramiz. Tezlik oshyapti. Tezlik oshgan sayin mashinaning tezligi ham oshyapti va tormoz berganda to'xtab qoldi nimagadir.
qoldi. To'xtamaslik kerak. Tormoz berganda u oldinga ketishi kerak. Keling, shu ish bilan hozir shug'ullanamiz. Demak, qayerda kamchilik va probel, ya'ni tormoz qo'yib yuborilganda tezligi 5 ga teng bo'lsin deymiz. Chektiramiz. Tormoz bosildi. Tezligi juda oshyapti. Tormoz bosilganda esa u nimaga joyda to'xtab qolyapti. Hozir mana buni ichkariga chiqaramiz. Shunday bo'lsa ham ishlamayapti bu hozircha. Hozir kamchiligini topamiz. Mana buni ham olib tashlaymiz biz nimadan. Demak. To'xtamayapti oldin ketishni. Xo'sh. Mana bu yerda xato qilmay kechirasiz. Ishlab ko'ramiz. Mana yuqori ketyapti tormoz bosganda va kerakli joydan o'tmayapti. Juda soz yana paydo bo'lyapti. Demak, juda yaxshi. Endigi masalada hozir ko'p turganingizdek mashina bir xil razmerda chiqib kelyapti. Uzoqdan ko'ringanda mashinani kichikroq qilishni realizatsiyasini qilamiz hozir. Shunda jonliroq ko'rinadi. Buning uchun bizga tekshirish kerak bo'ladi. Xo'sh. Timerni topamiz. Agar bizning mashinamiz koordinatasi katta yoki teng bo'lsa, hozir hisoblayman. Katta yoki teng emas, kichik bo'lsa 300 dan. Endi bizga kerak bo'ladi, bilasizmi? Oldingi safargidek konstruktorga o'tib tezlikni ochamiz, kodni ochamiz. 3 ni topamiz. Mana shuni kopirovka qilamiz. Kodimizga qaytib qo'yamiz. Bizga PM3 kerak bo'ladi oldin. Demak, bu egirgimiz kichik bo'lsa 470 dan deymiz. Unda PM2 ko'rsatsin va bu egirgimiz katta yoki teng bo'lsa 470 dan 471 dan deymiz. Endi bizga original rasmni ko'rsatsin. Ishlab ko'ramiz. Kichik rasm. Demak. Bizga rasm nima qilyapti? Faqat pastga kelib o'zgaryapti.
bizning xatomiz. Qo'ydik. Biz nimaga tiygandik? Yüzden görmüş. Demek üstü açılıp aldım. En küçük resim olsun. Hoş, mana shu yerlarga kelganda qarashi kerak. 371 370 signature ko'ramiz qani to'g'ri. Nimaga ishlamayapti? Kichiklasam teng bo'lganda kattalashyapti. Lekin paydo bo'lganda hozir demak mana bunda 370 dan kichik bo'lsa va qo'ydik katta bo'lsa 200 dan tekshiramiz. Shu berishni xohlamayapman bo'lsa ham. Demak, men mana shunday o'zgarish qildim. Hozir biroz o'xshadi endi. Keyin ishlatib ko'ramiz. Kichik rasm kattalashdi salgina va yana kattalashdi. Demak, ishlayapti. Keling endi u bir joydan chiqmasin, faqat ekranni palatani bu tomon va bu tomondan chiqadigan qilsak, buning uchun bizga kerak bo'ladi bitta random rx deymiz. Xo'sh, buni qayerda ishlatamiz? Buni biz ishlatamiz timerda bu y chegaradan chiqayotganda px teng deymiz. rx nokta next degan metodi bor va bu metodning ichida minimal va maksimal ko'rsatkichlarni berish kerak bo'ladi. Hozir men shpalyakamdan qarab hisoblayman hozir. Bu taxminan 170 ga 410 desam bo'ladi shekilli ishlatib ko'ramiz. Demak, ko'rganingizdek mashinamiz yerdan paydo bo'lyapti. Bu
Bu juda yaxshi. Mana sol tomondan, o'rtadan, o'ng tarafdan, yana o'rtadan. Demak, shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsimizda endi biz nima qilamiz? Endi keyingi darsimizda menimcha to'qnashni, ya'ni avariya hodisasini aniqlaymiz va menimcha keyingi darsimiz yakuniy dars bo'lsa kerak. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.